Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına xoş gəldinglar. Mən İftixar Abdurşid. Cümə gününlərə mübarək bolsun. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Erkin Asiya Radiosu Uyghur bölümünün məxsusiyyətini qəbul qılğan Dünya Uyghur Qurultayının rəisi Dolqun İsa, Yaponiya Uyghur Cəmiyyətinin rəisi Ahmet Letip və müavin rəisi Saud Mehmet əpəndilər Dünya Uyghur Qurultayı, Yaponiya Parlamenti Uyghur Dostluq Qrupsi, Yaponiya Uyghur Cəmiyyəti, Xalqara Parlament Əzaları Birliyi və Xitaydan kişilik hüquq təcavüzçülük qılmışlarını tekşürüş parlamentarlar birlik qatarlıq orunlar tərəfindən bu yıl 10-cu ayının 30-cu günüdən 31-ci günügacha Yaponiya parlamentida ötküzildiğan Xalqara Uyghur Munbiri Yer şərvi parlament əzaları yığını namlıq zor tipdəki muhakim yığınının əhmiyyəti, məzkur yığınның Yaponiyada çağırılışının səbəbləri və yığınның axırqı tayyorluq xizmətləri haqqında təfsili düşənçə və məlumat berdi. Aval Qurultay rəisi Dolqun İsa əpəndim bu qatim Yaponiyada çağırıldığı yığınның məqsədi və əhmiyyəti haqqında toxtalıb mundaq dedi. Proqramlar asasiyatda muqimlaşdı, keladigan mimarlarımız asasiyatda muqimlaşdı. Hamda bu qatimki yığınның əhmiyyəti hazırga qədər 10 milliy parlament və şundaqla Avropa parlamenti 11 parlamenti Uyğur irqi qırğınçılığını qəbul qıldı. Amma dünyada 195'ten artıq dövlət Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı əza. Demək 10 dövlətin bu qırğınçılıqni qəbul qilishi, başqa dövlətlərin tərəfsiz turuşu və ya sükut turuşu və ya Xitayni qollaşı bu cinayətə ortaq olğanlıq. Bunun Dünya Qurultayı Londondakı Uyğur söz çıxqandan keyin bu sotning qararını dünyadakı demokrat dövlətlər olsun, musulmon dövlətlər olsun, başqa Xitaylargacha olib bu irqiy qirg'inchilikni qabul qiladigan parlamentlarning sonini ko'paytirish va bu parlamentlar orqali hukumatlarni harakatga o'tkazishni o'zimizning muhim xizmat planlaridan birisi qilib harakat etib beryapmiz. Chunki biz 2023 yil 1 oyda 2023 yillik bir yillik xizmat planlarimizni bekitgan vaqtimizda bu yillik xizmatlarimizning muhim nimalaridan faoliyat planlarimizdan birisini shu xalqaro Uyg'ur munbiri echish Tokio deb belgilagan. Ham buningda bir 30 ga yaqin davlatdan hozirgacha Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni qabul qilish uchun xizmat qilgan parlament a'zolari bo'lsin va yoki shu parlamentlarda Uyg'ur masalasini kun tartibga kelgan parlament a'zolari bo'lsin. Mushlarning hammasini bir araga kelib o'zaro bir-biri bilan tajriba almashtirish, kamchiliklarni to'liqlash, ortiqchiliklarni bir-biri bilan o'rganish va shundaqla Uyg'ur masalasiga ko'ngil bo'lgan bu qirg'inchilikni to'xtatish uchun harakat qilgan parlamentlarni bir-biri bilan uchrashtirib tajriba almashtirish. Bu tunji qatimliq Uyg'ur masalasi bo'yicha xalqaro parlament a'zolarining uchrashishi. Tarixda tunji qatim bu ish bo'layotdi. Yaponiya Uyghur Cəmiyyətinin rəisi Ahmet Letip əpəndim bu qatim yığınның Yaponiyada çağırılışının əhmiyyəti haqqında toxtalıb mundaq dedi. Hamda bu yığınni Yaponiyada etishning ahamiyatiga kelsak, Yaponiya 2018 yildan buyon mushu BDT boshliq xalqaro sorunlarda vatanimizga eng yaqin jo'grafiyada turib, Xitoyninki Uyg'urlar ustidagi irqiy qirg'iniga qarshi ovoz chiqarib kelayotgan xalqaro sanlarda birdan-bir davlatchi. Eng yaqin jo'grafiyada turib, imkos bildirib kelayotgan bir davlat. Yana birisi Xitoy bu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini G'arbninki o'yini, safsatisi, G'arbning o'ydirmasi degan tashviq qilyapti. Nega bo'lsa, buni Yaponiyada etish orqali Xitoyning ko'z oldida, Sharqda, Osiyoda etish orqali yo'q. Bu faqat G'arbning emas, qara mana Sharqdanmi chiqyapti bu ovoz. Ko'ramani deb Xitoyga bir kuchli zarba berishda muhim ahamiyat bor deb o'ylayman. Shu bu G'arbning o'yini emas, butun dunyoninki bu irqiy qirg'inga ko'z yumolmaydiganligi, bu irqiy qirg'inga qarshi sadoning Osiyodan, Xitoyning ko'z oldidan ham chiqayotganligini Xitoyga bir bildirib qo'yishda muhim ahamiyatga ega deb o'ylayman. Ham buningdan keyin Amerika boshchiligidagi G'arb davlatlari bu Xitoyga mayli Uyg'ur qirg'inchiligi masalasi nuqtasidan bo'lsin yoki boshqa nuqtadan bo'lsin, Xitoyga taqobil turishda buning eng oldingi sepi mush Yaponiya bo'ladi. Bu nuqtadan olgandimi Yaponiyadan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi mushnaq bir dunyoviy sadoni chiqarish bu nəhayət mühim tarixi əhəmiyyətə ega deb o'ylayman. Yaponiyada çağırıldığı Xalqara Uyghur Munbiri Yer şərvi parlament əzaları yığını namlıq zor tipdəki muhakim yığınının tayyorluq komiteti məsullarından biri bolğan Yaponiya Uyghur Cəmiyyətinin muavin rəisi Saud Mehmet əpəndi tayyorluq xizmətlərinin asasən bitib qalğanlığını, hazırgacha 20 dövlətdən 120 dan artıq kişinin qatnaşıdığanlığının muqimlaşqanlığını, bu yığınның Yaponiyada zor qolğul paydo qildiganligini bayon qilib mundaq dedi.
Bu yig'in Yaponiyaningki davlat parlament binosining ichida ochilmoqchi. Hozirga qadar bu yig'inga oz deganda 20 davlatdan 120 dan ortiq vakilning qatnashish javobini topshirib oldik. Bularning ichida davlat parlament a'zolari va siyosiyonlar va jurnalistlar va Uyg'ur masalasining tadqiqotchilari va albatta bizningki faoliyatchi va da'vogarlarimiz bor. Hamda mush 2 kun yig'in jarayonida o'xshamagan temalarda nurg'un yig'inlar o'rinlashtirilgandan sirt muxbirlarning kutilish yig'ini va lager shoidlarininki guvohlik berish yig'ini va Dunyo Uyg'ur qurultayininki Dolqun Aysa raisninki yangi kitob yapon tiliga tarjima qilingan kitobninki mushada nashr qilinish degandek faoliyatlar o'tkazildi. Bu yig'in ochilishdan burunlan Yaponiyaninki matbuotlarda bu yig'inning ochilishini bir xabar qilgan. Bu yig'in ochilish jarayonida Uyg'ur davosi bir Yaponiyada bir qiziq temaga aylandi. Bu yig'in cho'qim Yaponiyada bir g'ulg'ul qo'zg'aydi deb ishonaman. Qurultay markaziy ishxonasi ta'minlagan kun tartibga asoslanganda 10 oyning 29 kuni Tokio vaqti kech soat 18 dan 21 gacha dunyoning har qaysi ellaridan kelgan vakillar o'rinlashgan mehmonxona zalida Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa apandim bilan Yaponiya parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhining raisi Keiji Furuya apandilarning riyosatchiligida aziz mehmonlarni kutib olish marosimi o'tkazildi. Marosimda Dolqun Aysa va Keiji Furuya apandilarning qarshilish nutqlaridan keyin dunyoning har qaysi ellaridan to'plangan vakillarga Avstraliya Uyg'ur muqam ansambli va boshqa ellardan taklif qilingan Uyg'ur san'atkorlarimiz tarafidan Uyg'urlarning an'anaviy naqsh usul va musiqa nomerlari taqdim qilindi. 30 oktyabr Tokio vaqti atdigan 9:15 minut o'tganda Yaponiya parlamenti xalqaro konferens zalida o'tkaziladigan yig'inning ochilish marosimi Yaponiyaning davlat marshi va Sharq Turkistonning istiqlol marshi bilan rasmiy boshlandi. Dolqun Aysa va Keiji Furuya apandilarning ochilish nutqlaridan keyin Yaponiyaning bir qism davlat rahbarlari, parlament mas'ullari so'z qildi va yig'inning ochilish marosimiga Xitoyga qarshi parlamentarlar ittifoqi AIPACning ijro direktori Luke de Pelford apandim bevosita riyosatchilik qildi. Arqadan yig'in qatnashchilari 5 cho'ng guruhga bo'linib Uyg'urlarning taqdiri masalasi haqida muhokama va analiz olib bordi. Yig'inning 29 oktyabr kechda o'tkaziladigan qarshilish marosimi bilan 30 va 31 oktyabr kuni o'tkaziladigan rasmiy bo'limining amaliy ahvoli sizlar ko'rayotgan Dunyo Uyg'ur qurultayi tor televiziyasi orqali naq maydondan bevosita tarqatiladi. Va butun yig'in jarayonida stansiyamiz muxbirlari har qaysi ellardan kelgan aziz mehmonlar bilan naq maydon suhbatlari uyushtirdi. Stansiyamizga a'zo bo'lishni unutmang va Uyg'ur xalqining muhojirat tarixida tunji qatim chaqirilayotgan Uyg'ur masalasi bo'yicha xalqaro parlamentarlar yig'inining umumiy jarayonidan vaqtida xabardor bo'lishga tirishing. Dunyo Uyg'ur qurultayi qonun komitetining mudiri, Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining qurg'uchi raisi Mehmet To'xta apandim 11 oktyabr kuni Torontoda Kanada parlamenti ko'chmanlar ham vatandoshlik doimiy komiteti raisi Salma Zaid xonim bilan maxsus ko'rishib, Onundan Kanada hükümeti muşay içinde e'lon qilishga tayyorlanayotgan 10 ming Uyg'urni Kanadaga yetkazish programmasi va uning qadam bosqichlik planlarining eng yaxshi shaklda chiqishiga kapolatlik qilish uchun tirishchilik ko'rsatishini talab qildi. Salma Zaid xonim Mehmet To'xta apandimning bu iltimosini mamnuniyat bilan qabul qildi va o'zining Kanada hukumatining bu jihat ilib berayotgan tayyorlik xizmatlarini yaqindan kuzatib turayotganligini, 10 ming Uyg'urni Kanadaga yetkazib yerlashtirish programmasining muvaffaqiyatli holda amalga oshishi uchun butun kuchi bilan tirishchilik ko'rsatganligini bildirdi. Mehmet To'xta apandimning tashabbusi va tirishchilik natijasida Kanada liberal parlament a'zosi Samir Zubeyri tarafidan parlamentga sunilgan Xitoydan qochib chiqib, 3-davlat yashayotgan xatar ostidagi 10 ming Uyg'ur musofirni Kanadaga o'rnatishtirish haqidagi qaror loyihasi bu yil 1 fevral kuni Kanada parlamentida 0 qarshi 322 ovoz bilan ma'qullangan bo'lib, bu qaror loyihasi Xitoyning ziyonkashligidan qochib 3-davlat yashayotgan Uyg'ur va Sharq Turkistonlik boshqa turkiy millatlardan 10 ming kishini 2024-yildan 2026-yilgacha bo'lgan 2 yil ichida Kanadaga yetkazib kelishni o'z ichiga oladi. Shundaqla bu loyiha faqat Xitoyning ziyonkashligidan qochgan Uyg'ur va boshqa turkiy millatlar bilan cheklandi. 1 fevral kuni 10 ming Uyg'ur musofirni Kanadaga o'rnatishtirish haqidagi qaror loyihasiga ovoz berish yig'iniga kuzatuvchilik sifatida bilan qatnashgan Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa, qurultay ijroiya komitetining raisi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat, qurultay qonun komitetining mudiri, Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining direktori Mehmet To'xta, qurultayning bayonotchisi, qurultay xalqaro ishlar direktori va qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkinlardan tarkib topgan qurultay hay'ati parlamentda Kanada ko'chmanlar ministri Sean Fraser apandim bilan 2 qatim ko'rishib, Dunyo Uyg'ur qurultayi, Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkiloti va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining 10 ming Uyg'ur musofirni Kanadaga o'rnatishtirish jihatda Kanada hukumatining bundan keyin ilib boradigan konkret xizmatlarga yaqinda moslashib berdiganligini, bo'libmi Kanadaga keladigan Uyg'urlarni tanlash, ularning kimlik salohiyatini turg'izish jihatlarida moslashadiganligini bildirgan. Sean Fraser apandim javoban qilgan so'zida bu 3 tashkilotning hukumatga moslashib berishdan cheksiz mamnunlik tuydiganligini ifoda qilgan edi.
Shuningdan buyon yuqorqi 3 tashkilot Kanada Ko'chmanlar Ministrligi, Ichki ishlar Ministrligi va Davlat bexatarlik Ministrligi qatorliq munosabatli organlarga yaqindan moslashib, Kanadaga yerlashtiriladigan Uyg'urlarni tizimlash, arxivlashtirish va salohiyatini aniqlash, shundaqla Turkiya va boshqa ellardagi Uyg'urlarga bu jihatda maxsus tushuncha va ma'lumot berish xizmatlarini ishlab kelmoqda. Xalqaro qalamkashlar jamiyati 2023 yillik jasorat mukofotini Xitoy turmisidagi Uyg'ur folklorshunos Rayla Davudga bergan. Angliya muhofazachi gazetining xabaridan qaraganda, Rayla Davud bu mukofotga Xalqaro qalamkashlar jamiyatining Penter mukofotining sohibi bo'lgan Michael Rosen tarafidan loyiq ko'rilgan bo'lib, u Rayla Davudni fikr erkinligini aktiv qo'llaydigan xalqaro yozuvchilar tizimligidan tanlab olgan ekan. Michael Rosen Uyg'ur folklori bo'yicha dunyoviy ta'sirga ega mutaxassis hisoblangan Rayla Davudning Xitoy hukumati tarafidan umrlik qamoqqa tashlanishining kishini cho'nqur qayg'uga soldiganligini, bu mukofot orqali uning yordam qilishni umid qildiganligini aytgan. Ma'lum bo'lishicha, bu mukofotni tarqitish marosimi Londondagi Buyuk Britaniya kutubxonasida o'tkazilgan. Mazkur mukofotni Rayla Davudga vakolatan London Universiteti Sharqshunoslik va Afrika tadqiqot institutining professori Rachel Harris xonim qabul qilgan. Yaqinda Amerikadagi Dialog fondi ismini oshkorlashni xohlamagan bir Xitoy hukumat amaldoridan egilingan ishonchli ma'lumot asosida tutqundagi Uyg'ur folklorshunos atalmish Shinjong universitetining professori Dr. Rayla Davudning umrlik qamoq jazosiga hukm qilinganligini dalillagan edi. Mazkur xabar xalqaro ilm sohasida Xitoyga bo'lgan kuchli norozilik inkaslarini qo'zg'agan. Xitoy hukumati Sharq Turkistonda Amerika qatorliq g'arb demokratik davlatlar hukumatlari va parlamentlari tarafidan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat deb baholangan siyosatlarni oqlash uchun Shinjongga doir go'zal hikoyalarni so'zlash nomidagi tashviqot harakatlarini hassilab kuchaytgan edi. Yaqinda Xitoydagi muhojirlar birlashmasi tarmoqlar bilan birlashib mushkildagi tashviqot harakatidan yana birini boshlagan. Xitoyning hukumat koniyi bo'lgan Xinhua to'rining xabaridan qaraganda, orzu qo'g'lashgan Xitoy Güzel Şinjang deb nom berilgan bu tashviqot harakati bo'yicha chet ellarda turishli Xitoy taratqullarining vakillari Sharq Turkistonga ziyoratga o'rnashtirilgan bo'lib, ularning ziyaratining birinchi bekiti Aqsu bo'lgan. Bu Xitoy muhojirlar birlashmasining nuqtaliq faoliyatlarining biri bo'lib, yaqin yillardan buyon chet ellardagi Xitoy taratqullari vakillari uchun o'rnashtirilgan mushkildagi tashviqot faoliyatining 3-qatimliq ekan. Xinhua to'rining deyishicha, 10 necha davlatdan kelgan Xitoy taratqullarining vakillari 7 kunlik safar jarayonida Aqsu, Baynog'olon Mo'ng'ul avtonom oblasti, Ürümçi ve başka joylarda ziyoratda bo'lib, atalmish Şinjangning go'zal hikoyasini so'zlaydi ekan va anglatadi ekan. Xitoy hukumatı o'zining vatanimizda irqiy qirg'inchilik jinoyat o'tkazmaganligini, har millatning tinch, baxtli yashayotganligini ko'rsatish urinishlarini oshirgan bo'lsa-mu, dunyoning har qaysi joylaridagi cho'ng axborot vositalari va tadqiqot organlari haqiqatni oshkorlab kelmoqda. Rayla Davudning umrlik qamoqqa hukm qilinishi Uyg'ur majburiy emgakning Xitoydagi baliqchilik va kon mahsulotlari sohasida ishlatilganligidek eng yangi xabarlar ana shunday taratquv vositalarida dunyoning diqqatiga sunilmoqda. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.